singlim deymi, momon deymi, onam deymi seni vatanim deyishadi-ku. Vatanni anglash uchun 450-500 betlik kitob, adabiyotlar kerak emas ekan. Aslida vatanni anglash, vatanni muqaddasligini yurakka jo qilish uchun vatanning mana shunday xushmanzara joylariga kelishni o'zi yetar ekan odamga. Bugun mana shunday Surxondaryoning xushmanzara hududlaridan biri hisoblangan Sarosiyo tumanidagi To'polang suv ombori hududida, uning mana shu sohillarida, qirg'oqlarida, tog'i toshlarga ulanib ketgan mana shunday sarhadlarda yurib angladikki, vatanni har bir inson yuragidan, qalbidan, yaqingina ostonasidan izlash kerak ekan. Shuning uchun xalqimizda vatan ostonadan boshlanadi degan gap bor. Biz hamisha vatanni onaga qiyoslaganmiz. Ona vatan degan muqaddas tushuncha borki, bu albatta har bir kishining qalbiga olam quvonchlarni hadya etadi. Biz mana Sarosiyolik bir guruh mana shu bloger ukalarimiz, singillarimiz bilan birgalikda bugun erta tongdan Sarosiyoning mana shunaqa xushmanzara hududlarini aynaldik, ko'rdik, angladik, bildik va mana shunday muqaddas vatanimizning tinchligiga ko'z tegmasin deya yaxshi niyat qildik. Bolalarimizni mana shunaqa hududlarga, yaxshi joylarga olib kelishimiz kerak. Ular vatanni anglash uchun ertadan kechgacha kitob o'qib yotishi ham shart emas ekan demoqchiman-da. Bu albatta meni shaxsiy fikrim. Vatanni tezroq anglash, vatanni sevish, vatanni vatan ekanligini, ana shunday hududda yashayotgan, chiroyli bir vatanda yashayotganligi uchun bolalarimizni mana shunaqa chiroyli joylarga aylantirgani olib chiqishimiz kerak. Bizdan ozod va obod vatan qolsin degan gaplar bejizga aytilmagan. Biz ana shunday joylarimizni o'zimizning magnit lentalarimizga yozib, muhrlab olishimiz kerak. Ana shu olgan narsalarimizni dunyoga tatbiq etishimiz kerak. Agarda bizni vatanimizni chiroyligini, uning maftunkor va betakrorligini tan olmasa, kerak bo'lsa majburlab tan oldirishimiz kerak. Mana shunday vatanimizning chiroyli hududlarini sayyohlarga, turistlarga ko'rsatsak, ular vatanimizning naqadar bir go'zal ekanligini, vatanning mana shunaqa sarhadlarini chiroyli ekanligini anglab o'zlari tan oladilar. Biz Yevropani yoki bo'lmasam Dubayni, Antaliyani, Istanbulni izlab, Istanbulni qidirib yurmasligimiz kerak. Biz eng avvalo vatanimizning ana shunday chiroyli sarhadlarini ko'ra bilishimiz kerak va odamlarga, tomoshabinga tatbiq etishimiz kerak. Men mana shunday 32 metr uzunligi, eni esa 850 ming metrni tashkil qiladigan, ba'zi joylari 215 metr chuqurlikda bo'lgan To'polang suv omborida yurib, suv ombori atrofidagi mana shunday maftunkor va betakror hududlarni ko'rib shunday xulosaga keldim. Bugun mana shunday maftunkor va betakror O'zbekistonda tarbiyalalayotgan butun dunyo afkor ommasi tan olayotgan vatanimizning chiroyli hududlari sizni va bizni tark etmasin. Biz mana Sultonmurod Po'latov bilan birgalikda har bitta joyni ko'rishga, har bitta joyni maqtashga, bugun Dastlagul opamiz bilan birgalikda ana shu hududlarni suratlarga, lavhalarga muhrlashga harakat qildik. Bu yerda mana Doston ukamizni ham, Eldor ukamizni ham bugungi mana shu tayyorlayotgan reportajlarimizda o'zlarining xizmatlari bor deb o'ylayman va bu lavha butun sizga, aziz tomoshabinlarga, mana shunday manzaralarga keling, havas qiling va O'zbekistonning shunday chiroyli joylari borligini, haligi cho'li biyobondan iborat deb yurgan Surxondaryoni odamlar kelib mana shunday hududlarni ko'rsin, havas qilsin. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman.